Ko'pchilik fiyalkani sug'orishni o'rgating deb yozishgan edi. Mana ikkita fiyalka, ikkalasi bitta patnosda turadi. Ikkalasini ham suvi qolmagan. Va mana buni turpog'i. Keyingisiniki. Mana. Buni turpog'ida hali suvi bor. Buni turpog'iga suvi yo'q. Shuning uchun bittasiga suv solamiz, bittasiga suv solmaymiz. Ikkalasini mana. Ko'tarib ko'rsanglar ham bilinadi. Bu og'ir, bunda suv bor hali. Bu yengil, suvi yo'q. Shunga qarab sug'orasizlar. Agar ko'rinmaydigan tuvakda bo'lsa. Voy, ikkalasiga ham suv qolmabdi deb hammasiga solish kerak emas. Bittasiga solamiz, bittasiga yo'q.